Artifakt haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Artifakt to'liq ismi Hasan. Familiyasi Mansurov. Uni yonidagi qishloqi esa uning ukasi Husan. Husanning ham familiyasi Mansurov. Artifakt hozirda 2007-yil, ya'ni 17 yoshda. Hozirda 700 mingtadan ko'p obunachisi bor. Artifakt kanalini 15-iyun 2023-yilda ochgan. Jami prosmotrlari 180 milliondan ko'p. Artifakt Telegram kanalida yuzini ko'rsatgan. Telegram kanalda 25 mingta obunachisi bor. Artifaktning ikkinchi kanali ham bor. Ikkinchi kanalda 200 mingga yaqin obunachisi bor. 27 ta video bilan. Artifakt Sirdaryo viloyatida tug'ilgan. Millati o'zbek. Artifakt san'at asarini yaratgan. Arti qishloqda yashagani sababli Husanga qishloqi deb nom qo'ygan. Arti velosiped haydashni yaxshi ko'radi. BDV kanalini 3 ta bo'lib boshqarishadi, ya'ni Hasan, Husan va Shoh. Shoh esa Hasanning do'sti. Video shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'linglar. Bizda tezroq 2000 ta bo'lishimiz kerak.